Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan zona haqida dars o'tamiz. Zonani qanaqa topish kerak, qanaqa filtrlash kerak, qaysi joylardagi zonani inobatga olish kerak, qanaqalarni inobatga olish kerak emas. Shular haqida gaplashib o'tamiz. Zona o'zi nima? Zona nimaga ishlab beradi? Chunki u yoq likvidlik yig'ilgan joy bo'ladi va ko'pchilik yirik ishtirokchilar, ya'ni bozor yirik ishtirokchilari o'sha zonalarda bitim ochishdi. Ya'ni bitta chiziqda emasda, ma'lum bir zonalarda bitim ochishadi. Hozir shularni ko'rib chiqamiz. Odatda zonada ikki xil bo'ladi. Hozirgi narxdan tepadagi zonalar bu qarshilik zonasi, hozirgi narxdan pastdagi zonalar bo'lsa tayanch zonasi deb nomlanadi. Yoki inglizchasiga pasti support, tepasi resistance deb nomlanadi. Endi biz har doim qarshilik zonasidan sevgi bitim ochishga harakat qilamiz. Tayanch zonasidan bo'lsa balli bitim ochishga harakat qilamiz. Endi zonani qanaqa ko'rinishdagi turlari bor. Keling shularni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu oddiy xalq tilida A zona deb nomlanadi. Ya'ni narx impuls bilan ko'tarilib, impuls bilan tushib ketgan joy hisoblanadi. Siz o'shani olib turib zona tortib qo'yasiz va narx keyinchalik shu atrofni desa, shu yerdan pastga qarab ketishi mumkin. Keyingisi bu V zona hisoblanadi. Xuddi shuni teskarisi zona tortib qo'yasiz va narx keyinchalik shu yerga kelsa, shu yerdan tepaga qarab ketishi mumkin bo'ladi. Keyingisi va asosiysi bu nakapleniya zonasi, ya'ni to'planib qolish zonasi. Narx pastdan tepaga yoki tepadan pastga tushishi mumkin va to'planib qoladi. To'planib qolgandan keyin siz o'sha to'planishi maksimum va minimumlarni belgilab olasiz. Narx qaysi tarafga yoradigan bo'lsa, misol uchun impuls bilan pastga yorsa, shu zonaga qaytib kelgandan keyin pastga qarab ketishi mumkin. Agarda impuls bilan tepaga yoradigan bo'lsa, shu zonaga kelganda tepaga qarab ketib qolishi mumkin bo'ladi. Keling endi bularni grafikda ko'rib chiqamiz. Mana misol uchun mana bu narx impuls bilan tushyapti, impuls bilan ko'tarilyapti. Biz buni B zona deb olamiz. Belgilaganimizda bo'lsa, shamni tanasidan soyasiga olib ketamiz. Va mana bu ko'rinishda bo'ladi. Narx keyinchalik mana shu joyga keladigan bo'lsa, shu yerdan tepaga qarab ketishi mumkin bo'ladi. Yoki katta harakat qilamiz, balki ozgina yo'l qo'yadi. Har gal har xil reaksiya bo'ladi. V zonani, A zonani siz yana bitta line chartga o'tish orqali ko'rishingiz mumkin. Mana shu joyda mana V bo'lib turibdi. Yoki mana A bo'lib turibdi. Yoki mana A bo'lib turibdi. Shu A zona va V zona deb nomlanadi. Tasvirda ham mana bu joy V zona bo'lib turibdi. Endi buni sham ko'rinishiga olib o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishligi bo'ladi. Buni ham belgilab o'tganimizda minimumdan tanagacha olib kelamiz, lekin bitta narsaga e'tibor bering. Bu yerda hozir slishkin kichkina bo'lib qoldi. O'shaqa holatda siz o'zida chap tarafda, o'ng tarafda turgan shamlarni soyasiga e'tibor berasiz. Misol uchun mana bu soya eng yaqin turgan ekan. O'shani belgilab qo'yamiz. Mana shu yerda narx nima qildi? Keyinchalik chiqib, qaytib kelib, tepaga qarab ketdi. Endi shuni yonidagi mana bu ham V zona turibdi. Buni o'chirib tashlaymiz. Mana bu olib kelib qo'yamiz. Bu ham mana bundoq shakllangandan keyin qaytib keldida, shu yerdan tepaga qarab ketib qoldi. Endi shu joyda bitta narsaga e'tibor beringlar aziz do'stlar. Agarda narx zonani yorib o'tsa, misol uchun bitta zonani belgiladingiz, narx keldida, o'sha zonadan qaytib ketishni kutayotdingiz, lekin qaytib ketmasdan yorib o'tib ketdi. Yorib o'tib ketgandan keyin narx keyinchalik shu zonaga qaytadigan bo'lsa, tepaga qarab ketib qolishi mumkin bo'ladi. Ya'ni boshida qarshilik zonasini bajarayotgan zona yorib o'tib ketilgandan keyin o'sha tayanch zonasi vazifasini bajarib qoladi. Shu narsaga e'tibor berasiz. Endi nakopleniyani ko'rib chiqamiz. Nakopleniya deganda boya aytganimdek to'planib qolishini nazarda tutiladi. Mana misol uchun narx mana bu yerda keldida, kelib turib mana uni to'planib qoldi, ya'ni shamda to'planib qoldi. Endi bu yoqda yetib keladi, keyinchalik narx shu atrofga, ya'ni shu zonaga keladigan bo'lsa, shu yerdan nima qilish mumkin? Mayga qarab yurib berishi mumkin. Agarda yorib o'tib ketadigan bo'lsa, qaytib kelib, selga qarab ketishi mumkin bo'ladi. Endi yana misol qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda narx keldi, kelib turib, hamdan boshlandi. To'planib qolishi joyda. Bir e'tibor bering, bir necha marta ishlaverdi bu joy.
yorgandan keyin kelib pastga qarab ketdi, yana keldi. Pastga qarab ketdi, kelib turib, yana pastga, yana pastga, yana pastga. Shunaqa qilib zonada ishlab beradi. Bitta narsani inobatga olishingiz kerak. Zonada iloji boricha faqat bir marta foydalanishga harakat qiling. Chunki zona qancha ishlab beradigan bo'lsa, shuncha uni effekti tushib ketib qoladi. Ya'ni sifati pasayib ketib qoladi. O'shaning uchun iloji boricha 1 yoki 2 marta foydalaninglar bo'ldi. Endi filtrlash. Zonada odatda H4 va undan yuqori time framelarda yaxshi ishlaydi. H4da bir haftalik, oylik time framelarda. Lekin shu o'rinda bitta savol paydo bo'lishi mumkin-da. Men scalperman yoki day traderman. O'shaqa paytda men nima qilishim kerak? Siz aytasiz, katta time frame yaxshi ishlaydi. Nima kichkina time frame yaxshi ishlamaydimi? Endi buning bitta yo'li bor. Bu qanaqa? Katta time frame'da zonani topib olasiz. Mana bitta tushuntiraman. Katta time frame'da katta zonani topasiz va bitta yoki ikkita time frame pastga tushib kichkina zonadan topasiz. Mana shu zona taxminan 3 ta yoki 4 ta qismga bo'lib olasiz. Shunda pastda mana bitta, o'rtalaridan bitta zona, tepalaridan bitta zona topasiz. Va naq shu zonaga kelganida, mana shu zonaga kelganda qaysi biridandir nima qilish mumkin? Izming bo'lsa qaytib ketishi mumkin. Ya'ni siz yana ham kichkinaroq time frame'ga tushib, shu zonaga kelganda, bunisiga kelganda sellga bitim qidirib, bitimni ochsangiz bo'ladi. Keyin endi buni grafikda ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana bu yerda A zona bor ekan. Shuni belgiladim. Endi narx bu yo'li misol uchun mamlakatlarda kelib ketyapti, bu yo'llardan kelib ketyapti, bu yo'llarda kelib ketyapti. Endi kichkina time frame'ga tushamiz-da, kichkina zonalarni topib chiqamiz. Biz bu zonani H4 da topamiz, demak kichkina time frame'ga zonani o'zidan bitta yoki ikkita time frame pastda topamiz. Ya'ni H1 yoki M30. Birato'la M30 ga tushib qo'yadi. Endi shu joyda yana zonada topishingiz kerak bo'ladi. Pastroqdan bitta topaman. Uni ko'payib qolman, rangni o'zgartirib qo'yaman. Pastroqda mana bir zona turibdi. Teparoqdan topaman. Teparoqdan A zonada turibdi. Va o'rtalarida mana bu A zonani olsak bo'ladi. Ayni chapga o'tkazadigan bo'lsak, mana o'sha zonada turibdi. Ya'ni A zona, B zona, Q zona. Endi bu yoqda bu zonalarimizga nisbatan reaksiyalarni ko'ramiz. Mana misol uchun hamda katta time frame'da A zona shakllangandan keyin qaytib kelyapti-da. Kichkina time frame'dagi A zonani, to есть B zonaga kelib, shu pastga qarab ketyapti. Hamda keyinchalik kelyapti-da, pastga qarab ketyapti. Biz iloji boricha zonani o'rtasiga kelishini kutishimiz kerak, ya'ni o'rta chizig'iga kelgandan keyin sellga bitimdan qarashimiz kerak bo'ladi. Bayda bo'lsa xuddi shuni teskarisi. Mana ya'ni keyinchalik mantiqga kelyapti-da, shu yerdan pastga qarab qaytib ketyapti. Mana tepaga chiqib, mana tepadagi zonadan qaytyapti. Yana bitta moment bor. Mana bu zona o'zi bizda sell zona edi. To есть o'zi hammasi sell zona bo'ldi. Lekin bu zonani mana yorib o'tib ketgandan keyin qaytib kelsa, keyinchalik bu buy zona vazifasini bajarib berishi mumkin, ya'ni buyga ishlashingiz mumkin. Hamda misol uchun yana qaytib kelyapti, yana buyga qarab ketyapti. Lekin shu joyda bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Umumiy olganda katta time frame, ya'ni H4da bu katta sell zona edi. O'shaning uchun yuboy moment sellga qarab ketib qolishi mumkin. Buy zona deb olsangiz ham, buy yutib olsangiz ham o'xshab bermay qolishi mumkin. O'shanga shu narsaga e'tibor berasiz. Normallikda ham keyinchalik narx ko'tarildi, mana tazyin sell buyurgan, hatto tushib yo'ldan buyga qarab ketyapti. Eng yuqori kichkina zonaga kelib, shundan sellga endi bittada yura oladi, hatto stop qo'yishingiz urib, yana boshqa sellga ziyon chiqqan bo'lsa, o'sha bo'yicha yuraverdi. Hatto pastki zonaga kelib turib, buyga ketyapti. Tepadan sell. Atrofdan buy, orqadan mana sell. Shunaqa qilib ishlasangiz bo'ladi. Bu umumiy sell zona bo'lganligi uchun iloji boricha fokusingizni sellga qaratganingiz yaxshiroq. Bir qancha reaksiyalar berdi. Endi mana bu yerda zonani mana yorib o'tib ketdi, ancha-muncha harakat qilib, va qaytib kelganda mana bu yerdan mana qaysi zonada buyga signal hosil bo'lgan bo'lsa, o'sha yerdan mana bu tepaga qarab ketdi. Keyinchalik yana kelyapti, endi tepaga qarab ketdi. Tepaga qarab ketdi, umuman bu zona buzilib, dash tepaga qarab ketib qoldi. Endi boyagi joyda qanaqa bitim ochgan bo'lasiz. Misol uchun mana buni o'zini ko'raylik, mana shu ikkitasi yaxshi yuraveribdi. Shu joyni ko'ramiz. Bitta
ikkita, keling mana uchinchisidan ko'rib o'tamiz. Uchinchisi. Biza bu zonani M30 da topamiz. Ya'ni mana kichkina zonalarni nazarda tutganda. M30 topamiz. Endi kirish uchun tasdig'ini M30 dan pastroq tariflarga topishimiz kerak. Odatda 2 yoki 3 ta tarifning pastga tushiladi. Men birato'la mana 3 ta tarifning pastga tushaman, shunda 1 minutlik tariflarga to'g'ri kelyapti. Endi bu yoqda hamma har xil signal ko'rishi mumkin. Men figura ko'rinishi yoki trend liniya ko'rinishida signal kutishim mumkin. Misol uchun mana men narx kelyapti-da, kelganda nimani hosil qilyapti. Mantiqga kelsa mana zonaning o'rtasiga kelganda mana kilik cho'qqa figurasini hosil qilyapti. Yordi, tasdig'ini berdi, narx kelib turib nimadan daj pastga ketdi. Kimdirlar misol uchun trend liniyadan foydalanish mumkin. Misol uchun trend liniyani tortib, bu trend liniya buzilgandan keyin bitim ochishi mumkin. Misol uchun mana mantiq normalniy buzolmadi. Katta impulsli shamni shu yerda buzdi. Stopni tepaga, teka stopni nisbatan 1.2 yoki 1.3 satashenda qo'yib qo'yishingiz mumkin. Mantiq 1.3 yurganda mana shu atrofli to'g'ri kelyapti. То есть 1.2 yurganda mana shu atrofli to'g'ri kelyapti. Kimdirlar yana qanaqadir indikator orqali signal kutishi mumkin. Hamma har xil foydalanadi. Endi keyingisini ko'ramiz. Keyingisi mana bu yerda nima chiqqan bo'lishi mumkin. Bu yerda ham misol uchun trend liniya buzilishini ko'radigan bo'lsangiz, mana обязательно mana zona o'rtasiga kelyapti. O'shandan keyin siz bitim ochishga harakat qilasiz. Mantiq mana normalniy yora oladi, ya'ni katta tanali shamlarga yormadi, kichkina tanali shamlarga yorib qo'ydi. O'shaning bitim ochmaganingiz yaxshi. Va oradan vaqt o'tib nima qildi? Qancha yengil minimum hosil qilib, narx tartibiga qarab ketib qoldi. Уже trend liniyasi nuqqa o'zgartirib qo'yishi mumkin. Mana bu yoqda keyinchalik bu trend liniyamizni Mamatga yoryapti. Bu endi slabiro yordi deb qarasangiz, keyingi shamlarning yo'ldan keyin shamlarni kutib, keyin bitim ochishingiz mumkin. Nima ochadigan bo'lsangiz, misol uchun 3-chi shamdan kirsangiz ham, to'g'ri eng yuqori maksimal tepasida tek 1.2 yoki 1.3 qo'ysangiz ham, mana 1.2 qo'ysa 1.2 ni yurib berdi. Taji ozgina ortiqchasi bilan yurib yana narx ortga qaytishni boshladi. Endi keyingisini ko'ramiz. Endi keyingisida ham, ya'ni mana 3-chisida ham narxi zonani o'rtasiga kelishini kutasiz. Mamutda почти o'rtasiga kelyapti, mantiq normalniy o'rtasiga keldi. Endi bu yoqda nima bo'lishi mumkin? Misol uchun mana safar o'rtasiga kelganda siz eng yaqin minimumlardan trend liniya topdingiz yoki qanday figura kutdingiz. Trend liniya bo'yicha ochadigan bo'lsak, hatto selga yorib zakreplay beradi. Demak, selga bitim ochasiz, stop maksimum tepasiga qo'yasiz, lekin bu stopni urib qo'ydi. Stop urib qo'ygandan keyin nima qilasiz? Narx hali ham sel zonada bo'lganligi uchun keyingi sel signalini kutasiz. Endi keyingi signalimizni trend liniyani o'zgartiramiz. Mantiq 7 minimum hosil qilib qo'ygan. Shuning uchun mana topib qo'ysak, shuni mana Mamatlarda yorib zakreplay beryapti. Keyin mana shuni men pastligidan kiradigan bo'lsak, misol uchun stop tepaga qo'yasiz, zapas bilan qo'yasiz, tekka 1.2 1.3 qo'yishingiz mumkin. Bu yerda ham mana 1.2 ni yurib berib, shundan keyin orqaga qaytib ketdi. Mana aziz do'stlar, mana shunaqa qilib ishlasanglar bo'ladi, bitim ochishda bo'ladi. Endi men bu yerda faqat trend liniya to'g'risida gapirdim, siz boshqa tasdiqni ham kutishingiz mumkin. Yoki sham formatsiyasi ko'rinishida tasdiq bo'lishi mumkin, yoki indikator ko'rinishida va hokazo. Endi bu yoqda iloji boricha 1 minutligicha tushib ketmasdan 5 minutlik, 15 minutlik takrorlarda bitim ochishga harakat qilinglar. Zonani bo'lsa, shunga yarasha yuqoriroq takrorlarda topinglar. Ashtor emas, kunlik, haftalik takrorlarda zonada topsangiz, shunda zonalaringiz soni ham kamroq bo'ladi. Va o'xshab berish ehtimoli ham yuqoriroq bo'ladi. Aziz do'stlar, sizlar bilan zonalarni ko'rib chiqdik, qanaqa turlari bor, ularni qanaqa topish mumkin, qanaqa belgilash mumkin, o'shalarni ko'rib chiqdik. Zona bu bozorning yuragi hisoblanadi. Har doim o'sha joyga kelganda o'zini reaksiyasini beradi. Lekin iloji boricha impulslar bilan shakllangan zona bo'ladigan bo'lsa, buni o'xshab berish ham yurib berish ehtimollari kuchliroq bo'ladi. Hamma zona ham ishlab beravermaydi, faqatgina shu katta time frame'da topilgan zonada ishlab beradi. Ya'ni H4 va undan yuqori time frame'dagi zonada. Bundan qanaqa qilib kichkinaroq time frame'ga tushib savdo qilishi, misolda ko'rib chiqdik, ya'ni katta time frame'da zona topib, kichkina time frame'da zona topib, qanaqa bitim ochishlarini ko'rib chiqdik. Shu qilib siz zonalar keltirib chiqadigan bo'lsangiz, bitimlaringiz stop loss urishdan ko'ra tek profit urish ehtimolligi ko'proq bo'ladi. Darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Keyingi videolarimiz qaysi mavzuda bo'lishini xohlardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.